Bundan 4 oy oldin Umidjon aka bilan Qo'qon shahrida bir loyihada hamkorlik boshlagan edik. Endi yaqin orada Xudo xolasa hamkorligimizni chet elda davom ettirishni, yana ham rivojlantirishni niyat qilib turibmiz. Ustozlarimiz, ota-onamiz shunaqa tarbiya berishgan, o'rgatishgan. Raqamga emas, barakaga e'tiboringni qara, dedi. Ya'ni biror bir inson bilan hamkorlik qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, u inson barakalimi, yaxshiligi bormi, xalqni, ota-onasining duosini olganmi, shu narsaga e'tibor qarat. Agar u barakali bo'ladigan bo'lsa, katta raqamlar o'zi qilib keladi, dedi. Mana shunaqa hamkorlarimizdan biri qo'qonlik Umidjon akamiz bundan 4 oy oldin Qo'qon shahrida mana shu xalqni xursand qiladigan mana shu ajoyib namunali loyihalarni birini qurishni boshlagandi. Biz shuni sotuvda hamkorlik qilgandik va Xudo xolasa hozirgacha qurilishlar shiddat bilan davom etib, xalq xursand bo'lib kelyapti. Endi nasib bo'lsa hamkorligimizni chet elda davom ettiramiz deb bugun Umidjon akam o'zi taklif berib qoldi. Ham bizga ko'p jihatdan ustoz, ham biznesda tajribasi katta inson. Mana shunaqa insonlarni katta ishlarda haligi vagoniga inib qolaylik deb harakat qilamiz. Shunga hozir xursand